Savol: Rajab oyining birinchi kechasida muayyan duoni aytish sunnatdanmi? Shuni bilmoqchi edim. Duo quyidagicha: Allohumma barik lana fi Rajabin va Sha'ban va ballighna Ramazon. Allohim bizga Rajab va Sha'bon oylarida baraka ato etgin va bizni Ramazonga yetkazgin. Alloh subhanahu va taolodan bizni sahih sunnatga amal qilishda sobit qadam qilishni so'rayman. Avvalo javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Allohumma barik lana fi Rajabin va Sha'ban va ballighna Ramazon hadisi zaif, sahih emas. Shuningdek, Rajab oyining fazilati haqida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan birorta sahih hadis kelmagan. Ammo musulmon kishining Rabbisidan uni Ramazonga yetkazishini so'rashining esa zarari yo'q. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javob ostida 3 ta asosiy masala bayon qilinadi. Birinchi masala: Rajab oyining fazilati haqida birorta sahih hadis kelmagani. Rajab oyining fazilati haqida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan birorta sahih hadis kelmagan. Bu haqda Rajab oyida roza tutishning xos fazilati bormi savoliga javoban, Rajab oyi urish harom qilingan oylardan biri ekani, lekin xususan Rajab oyi rozasining fazli haqida bironta sahih hadis sobit bo'lmagani hamda Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan harom oylarda roza tutish mustahabligiga dalolat qiluvchi rivoyatlar kelgani. Kimda kim shu sababdan Rajab oyida roza tutsa, shuningdek boshqa harom oylarda ham roza tutadigan bo'lsa, buning zarari yo'qligi aytilgan. Ammo roza uchun faqat Rajab oyini xoslash joiz emasligi haqida 75394-fatvoda batafsil so'z yuritilgan. Kim Rajabda astagfirulloh, la ilaha illahu desa, hadisi ham to'qimadir, sahih emas. Ibn Usaymin rahimahulloh dedi: Rajabning fazilati haqida birorta sahih hadis kelmagan. Rajab oyi o'zidan oldingi Jumodul oxir oyidan faqatgina harom oylardan ekanligi bilan ajralib turadi xolos. Yo'qsa unda mashru roza ham, mashru namoz ham, mashru umra ham hech narsa yo'q. Bu jihatdan u ham boshqa oylar bilan barobardir. Liqo babul maftuh asaridan qisqartirib olindi. Ikkinchi masala: Allohumma barik lana fi Rajabin va Sha'ban va ballighna Ramazon hadisining darajasi. Abdulloh ibn Imom Ahmad Zavoidul Musnadda, Tabaroni al-Awsadda, Bayhaqi Shu'abul Imonda, Abu Nuaym Hilyatul Awliyoda, Zoida ibn Abu Raqqod yo'lidan rivoyat qiladi. U aytadi: Bizga Ziyodun Numayri Anas ibn Malikdan hadis aytdi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rajab kirganida: Allohumma barik lana fi Rajabin va Sha'ban va ballighna Ramazon. Allohim bizga Rajab va Sha'bon oylarida baraka ato etgin va bizni Ramazonga yetkazgin deb duo qilar edilar. Mu'jamul Awsat 3939-hadis. Hadis hukmi zaif. Manba Zaiful Jami' 4395. Hadisning rivoyat zanjirida Ziyod an-Numayri ismli ravi zaif. Uni Ibn Ma'in zaif sanagan. Abu Hotim u hujjat qilinishga yaramaydi degan. Ibn Hibbon uni az-Zu'afoda zikr qilib, uni hujjat qilish joiz emas degan. Mizonul I'tidol 2-mujallad 91-bet. Zoida ibn Abu Raqqod undan battarroq zaifdir. Abu Hotim aytadi: Ziyodun Numayridan u Anasdan munkar marfu hadislar rivoyat qiladi. Bu undanmi yoki Ziyoddanmi bilmaymiz. Imom Buxoriy ham, Imom Nasoiy ham munkar hadis degan. Al-Kuno asarida ishonchli emas deyilgan. Ibn Hibbon esa mashhurlardan munkarlar rivoyat qiladi. Uning xabari bilan hujjat qilinmaydi, balki faqat mulohaza uchun qayd etiladi degan. Ibn Adi, Muqaddami va boshqalar undan alohida rivoyatlarni naql qilishgan. Uning ba'zi hadislarida esa shubhali jihatlar mavjud degan. Tahzibut Tahzib 3-mujallad 305 va 306-betlar. Imom Navaviy bu hadisni Azkor kitobi 189-betda, Ibn Rajab Latoiful Ma'arif asari 121-betda zaif sanagan. Shuningdek, zamondosh muhaddislardan Zaiful Jami' kitobi 4395-raqam ostida ham zaif sanagan. Haythami aytadi: Bu hadisni Bazzor rivoyat qilgan va unda Zoida ibn Abu Ar-Raqqod bor. Imom Buxoriy munkar hadis degan va bir jamoat ulamolar uni majhul sanagan. Majma'uz Zavoid 2-mujallad 165-bet.
Shu bilan birga hadis zaif bo'lishidan tashqari unda bu duo Rajab oyining 1-kechasida aytilishi haqida gap yo'q. Aksincha, bu Rajab oyi davomida ham, undan oldin ham aytsa bo'ladigan, vaqti cheklanmagan baraka so'rash duosidir. Ikkinchi masala: musulmon kishi Rabbisidan uni Ramazonga yetkazishini so'rashi joizmi? Musulmon kishi Rabbisidan uni Ramazonga yetkazishini so'rashi joizdir. Hofiz Ibn Rajab rahimahulloh dedi. Muallo Ibn al-Fazl aytadi: Sahobai kiromlar 6 oy Alloh taologa ularni Ramazonga yetkazishini va 6 oy Ramazondagi ibodatlarini qabul qilishini so'rab duo qilardilar. Yahyo ibn Abu Kasir aytadi: ularning duolaridan biri Allohumma sallimni ila Ramazon va sallimli Ramazon va tasallamhu minni mutaqabbala. Allohim, meni Ramazonga sog' salomat yetkazgin. Ramazonni men uchun barakali va foydali qilib bergin va uni mendan maqbul holida qabul qilib olgin edi. Latoiful Ma'arif 148-betidan iqtibos tugadi. Shayx Abdul Karim al-Xudoyirdan so'raldi: Allohumma barik lana fi Rajabin va Sha'ban va ballighna Ramazon hadisining sanadi qanday? U kishi javob berdilar: bu hadis sobit emas, lekin agar musulmon kishi Alloh azza va jalladan uni Ramazonga yetkazishini, uning ro'zasini tutishga va kechalarini ibodat bilan o'tkazishga muvaffaq qilishini hamda qadr kechasini topishiga muvaffaq aylashini so'rab, ya'ni mutlaq duolar qilsa, buning inshaalloh zarari yo'q. Iqtibos shayxning rasmiy sahifasidan olindi. Allohu a'lam.